2026-yil 1-iyun sanasi Surxondaryo Denovda shu 7 ta sigirimiz sotiladi. Bittasi bebola, hammasini narxi 155 million so'm, aksiyasi bor. 6 ta biz oldi sigir olsindan bitta bebolani bepul olib ketdim deb hisoblaysiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5, mana 6 ta ona bola sigirga mana shu 5 litr suti bor g'unojinni aksiyaga beramiz. Uzoq qo'shib bering, mol qo'shib beramiz. Mol qo'shib beramiz mana. Qiziqqan aka-ukalar 99 kodi bilan 3-7-04 qirol raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu sigirimiz 5 ta suti bor, 15 million so'm aksiyasi bor. Bu sigirimiz nechta polvon? 18,5 million. 18,5 million so'm birinchi bolasi 2 kunlik buzoqcha, erkak ho'kizcha. Nechta suti bor buni? 5 ta 6 ta. 5 ta 6 ta suti bor. Bu sigirimiz nechta pul g'unojincha? 26,5 million. 26,5 million so'm kami bor buni ham. Bolasi mana erkak, ola chiroyli, cho'rni postri ho'kizcha. Nechta suti garantiya bu? Senga bir gap ta'sir. Ha. Nechta suti garantiya bu? Buni aka 5 ta 6 ta suti bor. Kecha tuqqan o'zini radniy so'z turibdi. Sog'ilgan, boshqa bo'lgan hamma tarafi o'ziniki mana aka. Qiziqqanlar birinchi qorin aka. nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaveradi. Sushaman degan aka-ukalargacha. Sushaman, marojnaga sut topshiraman. Qaymoq yeyman degan odam buni olsin aka. Nechta suti bor polvon buni? 4 ta suskasi ham ishlaydi. Aka albatta, borib 5 million beramiz. Nechinchi bolasi bu? 3-qorin aka. Bolasi bilan oldida turgan urg'ochi shved buzoqcha. 15 ta suti garantiya. Narxi qancha buni? 8 million kam bor aka. Bu sigirimiz nechta shved? Aka buni Karpat. 28 million, buni ham kam bor aka. 3 kun bo'lib tuqqaniga 8 ta 10 ta suti bor. 10 ta 8 tasiga mayli garantiya. Bolasi urg'ochi. 3 kun. Mana sigirimizning holati Karpat. 28,5 million kam bor. Puli yengilidan so'raganlargacha. Mana aka 19 million so'm kam bor aka, sementali buzog'i. 19 million so'm kami bor. Mana urug'dan tushgan urg'ochi gibrid buzoqcha. 4-qorin aka. 4-bolasi. Bu sigirimiz nechi pul? Buni 21 million kam bor aka. 21 million so'm kami 8 ta bor. suti bor aka. Bakini ko'rsatib. Bolasi urg'ochi. Qiziqqan aka-ukalar 99 kodi bilan 3-7-04 qirol raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar.